Amortizator ketgan bu mashinada o'ynashini mana hozir ko'rishingiz mumkin. Yengil o'ynash kerak emas. Bu boyagi mashinamiz bu. Amortizator oldi tomonidan yechilgan, shuning uchun yuzini yechib olganmiz, ona yuzi yotibdi. Oldidan yechib tashlaymiz buni. Mana yechib olganimiz. Bu ozgina farq qiladigan hech narsa qilmaydi. Bu uje boshqacha tema ishlayapti-da, ko'ryapsizmi? Buni qo'yib ko'rib, mana farqini ko'ring. Bu o'zidan yechganimiz, bu yengisi. Almashtirib qo'ydik. Ikkala amortizatorlar yangi bo'ldi. Endi boya ko'rsatdik. Mana endi уже boshqacha ishlaydi-da bu kuch bilan. Ko'ryapsizmi? Old orqasi tepa prujinasi ushlab turibdi. Bunda teni ham ketgan edi. Tenini уже boshqa qilib qo'yganmiz mana. Yangi. Endi mana yopib tekshirib ko'ramiz. Mana boyagi mashinamiz, mana hofizimiz. Samsung Diamond'imiz. Ishga tushirib yubordik, mana xudo xolasa tiniq bo'ldi endi ishlashlari. Hozir sinovda, tekshiruvda. Suvini ulab, hammasini yoqib qo'yganmiz.